Assalomu alaykum va rahmatulloh, qadrli kuzatuvchilar. Elite Eco City'ga tashrif buyurdik. O'zbekiston Respublikasining Samarqand shahrining kelajagi desak ham bo'ladi. Vokzal hududidan Elite Eco City'gacha 11 daqiqaga keldim. 1000 kishilik bolajonlar maktabi, 500 kishilik bog'cha, biznes center, o'zini sport klub, har bir 17 qavatida o'zini penthouse'lari mavjud, basseynlari mavjud. Bunaqa yangilik, bunaqa premium klassdagi живой kompleksni men oxirgi bor Toshkentda ko'rdim menimchada. O'ylamardim-ki shu Qorasuvda mana shunaqa katta proyektlar quriladi deb. 17 qavatli binomizning 6-qavatdan 2 xonali xonadonimizni obzor qilishga keldik. Sizga ko'rsatib o'taman. Marhamat operator. Kes qismimizda ikkita elitni liftlarimiz qo'yilgan. Bismillah, aytib o'tganimdek 45 kvadrat metrli studiyli 2 xonali xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Dokumentlari o'q atigi 11 milliondan to'g'ri kelyapti. Marhamat operator, mana bu balkonimiz bo'lyapti. Subhanalloh, balkondagi manzaraga baho beramiz, qadrli kuzatuvchilarimiz. O'ng qo'limizda mana bu yerda kotelni va parkovichni zona bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, xonamizni polni ta'minlash jarayoni bitib qolaydi-da. 4 ta eshik, juda ham высококачественный eshiklar uyimizda egalari qo'yib beradi. Mana bu svetilniy montajlari qilinadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda radiator ham qo'yib o'tilgan, panoramni oynamiz ham mavjud. Dokumentlari u elitni building. Ikkita oynasi ham mana shunaqa chiroyli zelonni zonamizga qaragan. Ekskluzivga murojaat qilsalaringizga Elite Eco City'dan shunaqa xonadonlarni xarid qilib berishga sizlarga yordam beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.